Avvalambor kirib kelayotgan hammangizni 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan hammangizni tabriklayman. Hozirda men Toshkent shahridagi Turin Politexnika universitetining aviatsiya yo'nalishi bo'yicha 1-bosqich talabasiman. Alhamdulillah, mana shu sizlarning bergan ta'lim-tarbiyalaringiz bilan biz mana shunaqa O'zbekistonning top universitetlarida hozir tahsil olyapmiz. Avvalambor sizlarga Allohimdan shuni tilab qolaman. Umringizga doimo baraka bo'lsin. Umringizga doim baraka bersin. Iloyim boshlagan ishlaringizni hammasi o'ngingdan kelsin deymiz. Mana shunday o'quvchilardan iloyim ko'pini ko'rib, o'quvchilaringizni baxt va saodatini ko'rib yurish hammangizga nasib qilsin deb qolaman. Rahmat kattaga. Qadri bilinadi endi menga goh. Olis maktabimning o'sha behasham Navoiy-ku bizga ustozdir biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham. Shunday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallimda, oddiy muallim. Sizga quvonch ulashay bugun. Quchog'ingiz gullarga to'lsin. Gulga oshno, guldek ustozim, bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun baxtdan yayrasin dillar. Ko'zingiz ham quvonchga to'lsin. Shogirdlar ko'rki, go'zal ustozim, bayramingiz muborak bo'lsin. Kuz ham go'zal, bayramlar fasli. Yana shunday bayramlar bo'lsin. Ta'zimdamiz sizga ustozim, bayramingiz muborak bo'lsin. Sizga baxtni tilayman mangu. Bu dunyoda baxtingiz kulsin. Chin yurakdan aytay ustozim, bayramingiz o'qituvchilar kuni muborak bo'lsin. Bugun sizning yo'lingizga gullar poyandoz. Bugun dillar siz tomonga etmoqda parvoz. Sha'ningizga qancha ta'rif tahsin aytsak oz. Sizga barcha ehtiromlar, gullar e'zozlar. Bugun sizning yo'lingizga gullar poyandoz. Bugun dillar siz tomonga etmoqda parvoz. Sha'ningizga qancha ta'rif tahsin aytsak oz. Sizga barcha ehtiromlar, gullar e'zozlar. Bayramingiz muborak aziz ustozlar. Hamisha sog'-omon bo'ling aziz ustozlar. Bayramingiz muborak aziz ustozlar. Hamisha sog'-omon bo'ling aziz ustozlar, ustozlar. Siz vatanning taqdiriga mas'ul insonsiz. O'z kasbiga doim sodiq, fidoyi jonsiz. El yurtga tayanch bo'lgan chin qahramonsiz. Sizga barcha ehtiromlar, gullar e'zozlar. Siz borsizki yashnab turar bu chaman bog'lar. Shogirdlarning kamoloti ko'nglingiz chog'lar. Xalqim bugun mehr bilan sizni ardoqlayman. Sizga barcha ehtiromlar, gullar e'zozlar. Bayramingiz muborak aziz ustozlar. Hamisha qalam tutib qo'limga bor yozuv chizuv o'rgatgan
Barchangizda sizlarga bor ta'lim bergan birinchi ustoz. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan hammangizni tabriklayman. Ishlaringizga omad tilayman. Sizga salomatlik, ishlaringizda muvaffaqiyat tilayman. Hamisha omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum ustozlar. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan barchangizni tabriklayman. Shu mashaqqatli kasbing rohatini ko'rib, o'quvchilarning erishgan yutuqlari bilan faxrlanib o'tirishingiz nasib etsin. Hammani shu 1-oktyabr bayramdan tabriklayman. Sog' salomat bo'ling. 100 mingdan tarbiyalashsa 800 kunlar bilan tarix darslarida siz o'quvchilar bilan moddiy manbalar to'g'risida gaplashmoqmiz. Moddiy manbalar quvonchilik filmlari, filmlar, taqinchoqlar, mehnat qurollari barchasi bilan tanishdik. Dunyo imoratlari ichida eng ulug' maktab bo'lsa, kasblar ichida eng sharaflisi bu ustoz va murabbiylikdir. Men bu kasbni tanlaganimdan faxrlanaman. Hayotimni o'zgartirishga sababchi bo'lgan ustozlarim bu rahmatli Yusuf Rozgul ustoz va birinchi ustozim Guliston opa bo'ladilar. Men ulardan ustozlik sirlarini ularga havas qilib, ularning kun bilan dars o'tishlariga havas qilib, shu o'qituvchilik kasbini tanlaganman va bu ustozlik kasbini tanlaganimdan juda xursandman. Meni boshlang'ich sinf ustozlikni tanlashimda katta turtki bo'lgan bu. Meni boshlang'ich ustozim bor. U bizga nafaqat bilim bergan, balki sabr-toqatga, mehnatsevarlikka o'rgatgan. Ustozimiz bizga bilimlarni oddiy tarzda emas, ko'rgazmali tarzda har bir darslarni qiziqarli qilib o'tib shu kunlarda men qalbimga shuni niyat qilganmanki, men katta bo'lsam albatta ustozimdek boshlang'ich ustoz bo'laman deb oldimga maqsad qo'yganman va bu maqsadimga erishdim. Buning uchun ustozimdan ming minnatdorman. Kattakon rahmatlar aytaman. Barchangizni 1-oktyabr mashaqqatli va sharafli kasb bayramimiz bo'lgan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni bilan o'qituvchilik sharafli kasb. Men 2021-yilda o'qituvchilik faoliyatlarimni boshladim. Hozirgi kunda oliy toifali boshlang'ich sinf o'qituvchisiman hamda ona til va adabiyot fanidan milliy sertifikat sohibasiman. Hozirgi kunda esa 50% ustamani ham olaman. Ushbu imkoniyatlar uchun prezidentimizga tashakkur bildiraman. Isn't it? Everyone has chosen the topic. You, music, and what? Animals, food, music, sports, and travel, sport. Teaching means more than someone can think of. Because we are preparing young generation to have a better future. And we are sacrificing our life and we are giving knowledge to them every time. And if our students get better in the future, we will be really proud of them. And happy Teachers Day. Be healthy, be successful, and be happy every time. And the society is really proud of having teachers. Не можно отвечать. Хорошо. Значит, ребята, 1 октября мы знаем, что День учителя и наставников. Поздравляю все учителя. 1 октября. Желаю удачи в дальнейших работах. Men Shonazarov Otabek hozirda 3-son maktabda matematika fani o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritib kelyapman.
hayotimni o'zgartirgan ustoz deya birinchi ustozim boshlang'ich fan ustozimiz Rajabova Muborak ustozni ayta olaman. Chunki ularni har bitta o'quvchi bilan ishlaganliklari, ularni iqtidoriga qarab turib yo'nalish bera olganliklari hozirgi kundagi holatimga kelishda ancha katta sabab bo'la olgan va bundan tashqari boshqa ustozlarimiz, fan ustozlarimiz, yuqori sinf ustozlari ham har bittalari o'z hissalarini qo'shishgan. Hozirgi darajamda ismlarini aytaman desam to'lib ketadi to'g'risi, chunki har bittasini hurmat qilaman va aynan ana shunday ustozlar izidan borgan holatda men ham mana shunday sharafli kasbni tanlab hozirda faoliyat yuritib kelyapman. Fursatdan foydalanib bu ayyom bilan ustozlar va murabbiylar kuni bilan barcha respublikamizdagi jonkuyar o'z sohasini fidoyi insonlarni tabriklayman va kelajagimiz bo'lgan yoshlarni tarbiyalashlarida charchamasliklarini tilab qolaman. Rahmat. Hep öğretmenleri bayramıyla kutlarım. Sizin gibi iyi öğretmen olmak bize de nasip etsin. Her gününüz bayram olsun, canınız sağ olsun.